alaykum. Men Ibragimova Zebinsa Fayzullayev Foziljonning oyisiman. Foziljon 2014-yil 14-aprelda tug'ilgan. Biz 2018-yil operatsiya bo'lganmiz. Operatsiya bo'lgunimizgacha bo'lgan vaqtda biz 2 yoshligida uni tug'ma kar nuqsonligini aniqladik. 1 yoshida olib borganimizda vrachlarga Foziljonning yaxshiligi haqida bizga nima berdi. 2 yoshigacha bo'lgandan keyin уже sezirlarli darajada eshitmadi bola. Shovqinga befarq edi. Biz yana vrachlarga borganimizda bolada 3-4-daraja chiqarib berdi. Biz ungacha oddiy sulxoy apparat taqib logoped surdopedagoglarga borib yurdik. 4 yosh bo'lganida Foziljonni koxlear implantatsiya operatsiyasi bo'ldi 2018-yilda. Foziljonda undan keyin o'zgarishlar juda ham natija zo'r bo'ldi. Chunki 4 yoshida, 5 yoshida bolada qiyin bo'lar ekan, lekin Foziljon hammasini tengqurlar qatori yetishib oldi. Hozirgi kunda 4-sinfda o'qiydi Foziljon. Foziljonning sport to'garaklariga berganmiz. Suzishga boradi, shaxmatga boradi. Suzishlardan ham yuqori natijalarga erishdik. Hozirgi kunda shaxmat bilan muntazam shug'ullanadi. Shaxmatda O'zbekiston chempioni bo'lgan. Har xil turnirlarda qatnashadi, tengqurlaridan orqada emas, maktablarda ham a'lo baholarda o'qiydi. Foziljon ko'proq uyda matematika fanlariga qiziqadi maktablarda. Sulxoy apparat taqqanimizdan keyin natija unaqa zo'r bo'lmadi. Biz qo'rqdik. Endi bola gapirmay qoladimi, eshitmay qoladimi, tengqurlar qatorida orqada qolib ketadimi? Biz qo'rqdik. Keyin shifokorlar bizga koxlear implantatsiya operatsiyasini o'tkazinglar deb maslahat berdi. Biz qo'rqdik bu operatsiyani qildirishdan oldin. Ko'p o'yladik, maslahatlashdik shifokorlar bilan. Operatsiya o'tkazgan bolalar bilan muloqotda bo'ldik. Biz yaxshi natijalarga erishishimizga ishonib, koxlear implantatsiya operatsiyasini qildirdik va Foziljonda undan keyin o'zgarishlar yaxshi bo'lib ketdi. Keyin bola bilan ko'proq muntazam o'zim shug'ullandim uyda. Surdopedagoglarga qatnadik. Уже 2 oyda natija sezdik biz. Hayvonot bog'lariga olib bordim, bola bilan ko'proq gaplashdim, muloqot qildim. Maktabga chiqqunga qadar so'zni so'zga qo'sha olmasdi. Maktabga borgandan keyin bolalarga qo'shilgandan keyin muloqot cho'zildi. Bemalol suhbatlashadigan bo'ldi bolalar bilan. Oddiy bog'chaga bordi, oddiy ommaviy maktabga chiqdi Fozil. Ommaviy bolalardan ajratmadim men. O'zim o'sha narsaga kurashdim, shug'ullandim. Uyda ko'proq bola bilan o'zim shug'ullanib, o'zim gaplashdim, bola bilan suhbat qildim. Olib ber, olib kel degan so'zlarni ko'proq ishlatdik biz uyda. Xo'jayinim, qaynonam, qaynotam hammasi yordam berdi menga. Biz operatsiyadan keyin Foziljonning Invivo klinikasiga 2 oy davomida qatnadik. Surdopedagoglar, logopedlar shug'ullandi. 2 oydan keyin o'zi natijasini ko'rsatdi. Bolani ommaviy bog'chaga qo'ydik. 2 yil ommaviy bog'chadan chiqdi va ommaviy maktabga qo'ydik. Maktabga chiqqanida gapni gapga qo'sha olmasdi, lekin hamma so'zlarni bilardi. Qo'sha olmasdi, lekin ommaviy maktabda bolalarga qo'shilib, bu gapni gapga qo'shadigan bo'lib, hozirgi kunda 4-sinf, lekin o'rtoqlari bilan bemalol gaplashadi. Uyda men o'zim muntazam shug'ullandim bola bilan. Safarlarga olib chiqdim, ko'chalarga olib chiqqanda suhbat qildim. Bola bilan ko'proq suhbatda bo'lish kerak ekan, ko'proq suhbatlashdim bola bilan. Uyda buvisi, dodasi, adasi hammasi gaplashib, gapga tutib, mana shunaqa qilib hozirgi kunda bemalol ayta olaman, implant operatsiyadan keyin bola oddiy bolalar qatori gaplashadigan bo'ldi. Albatta bolani tengqurlar qatorida kamsitishlar bo'ldi, boshqa bo'ldi, maktablarda endi qulog'idagi apparati bor bola, mana shunaqa gaplar bo'ldi. Fozil o'ziga ham bu narsa yomon ta'sir qildi, lekin bu muammodan biz chiqib keta oldik, chunki Fozil a'lochi o'quvchilar qatorida bo'lgani uchun bu bizani yengib o'tishimizga bu muammo bo'lmadi bu narsa. Biz buni yengdik. Foziljon Toshkent shahar shaxmat akademiyasida o'qiydi. Bizlar boshida Foziljon ham hamma bolalar qatori futbolga, karatega qiziqdi, lekin boshida implanti bor bolalarga bu mumkin emasligini hamma biladi. O'shaning uchun biz bunga birinchi o'rinda jismoniy mashg'ulotlardan suzishni tanladik. Suzishga bordi, qatnadi, 2-3 yil qatnadi.
Suzishdan keyin maktabda shaxmat to'garagi ochilgan ekan, shaxmatga berib ko'ramiz deb bergan edik. Shaxmatga juda ham qiziqib ketdi bolam. Hozirgi kunda shaxmatga qatnaydi, shaxmatni juda ham yaxshi ko'radi, sevib o'ynaydi. Foziljon o'tgan yili 2023-yil 8-dekabrda Konstitutsiyaga bag'ishlanganda shaxmat musobaqasida tumanga chiqdi, tumandan viloyatga chiqdi, viloyatdan O'zbekiston chempionatiga chiqdi, yuqori o'rinlarni olib O'zbekiston chempioni bo'ldi. Gohida xafa bo'laman, nega aynan mani bolam shunaqa bo'ldi deb. Keyin boradigan joylarimizda ko'p ko'raman, har xil nuqsonli bolalarni, Xudoga shukr qilaman. Imini bizani bolalarimiz tug'ilgandan keyin mana shu dardga shifo topilganidan juda ham xursand bo'laman. Invivo klinikasiga men juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Hammamiz bolamiz gapirib ketsalar, hamma onada bo'ladigan narsa, baribir siqilish, o'ksinish bo'ladi albatta. Implanti bor qulog'ida, operatsiya o'tkazgan boshidan, lekin siqilaman, yig'layman, o'ksinaman, lekin o'g'lim a'lo baholarga o'qib 5 olib kelsak, o'qituvchisidan rag'bat eshitsam, shaxmat musobaqalariga borganda yuqori o'rinlarni olib kelsa, men hammasini unutib yuboraman. Mana 2016-yildagi vaziyatimdagi ota-onalarga maslahat beraman. Mana xuddi sizlardek 2016-yil shunaqa vaziyatda bo'lganman. Operatsiyami yoki apparatmi oddiy. Bolani operatsiya stoliga yotqizish bu onaga juda og'ir. Bu narsadan o'tish undan ham qiyin. Lekin men shu narsani qiyinchilikdan o'tdim. 2018-yil bolani operatsiya qildirdim. Hozirgi kunda 2024-yil bo'ladigan bo'lsa, bolam bemalol tengqurlari qatorida bemalol gapirib muloqot qilyapti. Sizlarga ham maslahat beraman. Xuddi mendagi vaziyatga tushgan ota-onalarga operatsiya qildirishlaringizni so'rayman.